Assalomu alaykum o'rgilaylar. Ahmed Avtosalon bugun sizlar uchun yana yangi mashinalarni keltirib qo'ydi. Mashinalarni aksiya narxlariga ko'rsatamiz, aksiya narxlariga chiqaramiz. Polni radnoy bo'ladi. 2013-yil, ikinchi pozitsiya 95 ming yurgan benzinga narxini 5300 deb turibmiz. Barakasiga bir nima o'tib beramiz. 2014-yil 5300 barakasiga bir nima o'tib beramiz. Faqat kapochasida kraskasi bu metanda. 2013-yil 4-paketli metan marafetlari bir 600-700 dollarlik marafetlari bor. 4900 deb turibmiz. Barakasiga bir nima o'tib beramiz. Yuringlar. 2014-yil 4700 barakasiga bir nima o'tib beramiz. 2015-yil mashinamiz polni radnoy bo'ladi. 5650 barakasiga o'tib beramiz. 2013-yil Euro variantimiz Euro 1 4300 deymiz narxini bir nima o'tib beramiz. Mashinalarimiz chotga kelasizlar, ustalaringiz bilan tomosha qilib, ustalaringiz bilan ko'rib, ma'qul bo'lgandan keyin olasizlar. Like, podpiska bo'lish eslaringizdan chiqmasin jigarlar.